Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Xuddi namozning qazosi kabi ro'zaning qazosini ham tutishlik bandaning zimmasidagi vojib amallardan hisoblanadi. Demak, bir odam bir qancha muddat, 1 yillik, 2 yillik muddatdagi yoki undan ko'p kam muddatdagi ro'zasi qazo bo'lgan bo'lsa, bu qazo qilgan ro'zasini qodir bo'lishi bilanoq tutib berishligi uni zimmasidagi vojib amal hisoblanadi. Bu juda muhim. Endi shuni vaqti bormi, muddati bormi? Ha, muddati qancha tez bo'lsa, shuncha tez tutib berilishi kerak. Lekin yilning xohlagan vaqtida, xohlagan kunlarida 5 kundan tashqari, ya'ni ikkita hayit kuni, demak Ramazon hayitining 1-kuni, Qurbon hayitining 1-kuni va Qurbon hayitining undan keyingi 3 kuni, ya'ni 2-chi, 3-chi, 4-chi kunlaridan boshqa kunlarida, ayyomut tashrihdan boshqa kunlarda Ramazonning ro'zasini, qazosini tutsa bo'laveradi. Faqat bunda ham xuddi namoz kabi bir odamning ko'p yillik qazolari bo'lsa, eng avvalgi qazo ro'zamni niyat qildim deb niyat qilib olsa kifoya qiladi. Ramazon ro'zasini, qazosini tutishda nafl ro'zadan farqi tong otguncha bo'lgan davrda, ya'ni subhi sodiq kirishdan oldin o'sha ro'zani tutishlikni niyat qilib olish kerak. Masalan, bugun shom namozi kirganda erta uchun men ertaga qazo ro'za tutaman deb niyat qilib qo'ysa kifoya qiladi. Saharlikka turmasa ham ro'zasi ro'za bo'laveradi. Ammo biror narsani qazo namozi niyat qilmasdan uxladi, ertalab tong otgandan keyin uyg'onibdi. Endi bugun qazoni tutaman deb niyat qilib olishligi bilan qazoni o'rniga o'tmaydi. Chunki vojib qazo bo'lgani uchun unda tayini shart. Tayini o'sha hali kun boshlanmasidan oldin niyat qilib qo'yishligi lozim bo'lardi.